Leksimizin devamını anlayışa hürmetlik vatandaşım. Endilikte mundaq mavzu asıl leksiya sözlerimiz. Amerika bilim gazetesi. Xi Jinping bilen Ma'nın uçuruşu Amerika Tayvan münasebetini normallaştırıştan yaxşı polisti dedi mavzulu haber. 11. ayının 7. günü Amerika Avazı'nın Xitay Til programması da ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Washington. Tayvan, Cungo rəhbərlərinin Singapurda tarixi xarakterli uçuruşu yakın günlərdən biri mətbuatlarının qızıq noqtasına aylandı. Alimlar, mütəxəssislər Reis Xi Jinping ilə Prezident Ma Ying-jeou'nun siyasi qərizini, Tayvan, Cungo münasibətinin kəlgüsü tərəqqiyatını və bu qatım qoşuruşdan kelər yılının 5'də Tayvan'da ötküzülüdüğün saylanğa qandaq təsir görürsüdüğanlığı cəhətdə xilmi-xil göz qaraşda təhlil qilishdi. Amerika bilim xəzinesi alimləri mundaq hesapladı. Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti bu tarihi fırsatdan faydalanıp Tayvan Amerika münasebetini normallaştırış kerak. Görün bu gapning logikalik, mantiqlik asosi qarang. Amerika alimlarining bu so'zining mantiqiy asosi qarang. Demak, sen bugun Reis Xi Jinping o'tirdi ziddiyat va raqobat bilan kelayotgan 66 yildan beri shunday tarzda yashayotgan Tayvan bilan Jungo o'tirishki munosabatlarning ahırda kelip sen bugün Prezident Ma Ying-jeou bilen görüşken ekensen, onda da Amerika hükümetinin bu fırsattan paylanış gerek. Bulup bu fırsattan paylanıp Amerika Tayvan münasebetini normallaştırış lazımdır. Görün bu mantıqını. Amerika Qo'shma Shtatları şirketi tadqiqotning nopuzluq tadqiqotchisi Daniel Blumenthal 6. günü bir parça obzorda mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti bu tarihi fırsattan paydalanıp Amerika Tayvan münasebetini normallaştırış gerek. Bu qaltısı mantiqiy qo'yilgan, siyosiy mantiqi bilan qo'yilgan fikir bo'ldi da bu. Demek bugün Xi Jinping bilen Prezident Tayvan'ın prezidenti Ma Ying-jeou görüşken iken, ondaqda Amerika mı Tayvan bilen münasebetini normallaştırış tamamen hukukluq bo'ldi da. Blumenthal mundaq ko'rsatdi. Singapurda uçuruşdan keyin Jungo'nun Reis Xi Jinping Tayvan'ın prezidenti Ma Ying-jeou bilen allaqachon görüşken bo'ladi. Demek bu paket qaylandi. Jungo'nun Reis Xi Jinping bilen Tayvan'ın prezidenti Ma Ying-jeou ikisi görüşken bo'ladi. O'tirda nima so'zlarning bo'lishi bo'lmasa buni qo'yib turayli. Demek bu yerda kishilarga melisimi olmayla aşkara haldaki haziran halda ko'rilayotgan, ko'rsatilayotgan bir paket shuki, ikki davlatning prezidenti yoki reislari bir noktada uçurashgan bo'ladi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatları Tayvanning yuqori darajalik amaldorlarining Amerikaning chegarasidan uchib o'tishiga ruxsat qilmayotdi. Mayli Chen Shui-bian davri keyin Ma Ying-jeou davri bo'lsin, chegarada uchib o'tishga cheklangan rayonda uchib o'tish kerak. Amerikaning chegaralari qalaymagan Tayvanning rahbarlari kirmasi kerak deydigan shunday qoidalar. Bu yerda Blumenthal nima deydi? Amerika ularning uchib o'tishiga ruxsat qilmayotdi. Bu xil so'q munosabatlar urushi mirosining bugungi kunda qilcha ahamiyati yo'q. Shuning uchun Washington barliq diplomatik vositalarni moyillik bilan ishlatib, Amerika Tayvan munosabatini yaxshilab, jumladan yuqori qatlam rahbarlar bilan uchrashishni o'z ichiga olgan holda strategik moslashishni yaxshilab, savdo tijorat to'sqinligini yo'qotib, hamkorlashib, Tayvanning diplomatik jihatda yoki diplomatiya sohasi yetim qilishini bo'shab chiqishi lozim. Bu qaltis qo'yilgan fikr bo'ldi-da bu. Alqışlaş, qollaş tegishli fikir bo'ldi da bu vatandaşım. Demek Tayvan yetim qo'ymasligimiz kerak. Bu yerda gap oshkora aytilmasa-mu, Amerika Tayvan munosabati o'rtasida bir bo'shish xarakterlik munosabatning, qayta yangi munosabatning o'rtaga chiqishini Amerika olimlaridan Blumenthal apandi talab qilyapti.